Bugungi mavzu kaput ostidan keladigan eng keng tarqalgan 8 xil tovush haqida bo'ladi. Ishlayotgan dvigateldan juda ko'p shovqin chiqadi. Shovqin aynan qayerdan kelayotganini aniqlash juda qiyin. Shuning uchun eshitayotgan tovushingizni boshqalardan ajratib olishingiz uchun, ya'ni izolyatsiya qilishingiz kerak. Buning uchun bir nechta foydali asboblar bor. Old school usullardan biri bu. Shunchaki uzun metal tayoq yoki atyorka. Uni qulog'ingiz yaqiniga tutasiz va motorni turli qismlariga tekkizasiz. Shunda tebranish yoki tovushlar aynan shu asbobdan o'tib sizga eshitiladi. Yana bir samarali usuli avtodoktorlar ishlatadigan stetoskop. Uni quloqqa taqib, uchi bilan dvigatelning turli qismlariga, generatorga, klapan qopqoqlariga yoki boshqa joylarga tekkizish mumkin. Bu asbob shovqinni aynan o'sha muammoli joyning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri quloqqa uzatadi. Bular tovush qayerdan kelayotganini aniqroq bilishning kichik usullari hisoblanadi. Endi tovushlar qayerlardan kelishini sababini o'rganamiz. Birinchisi gidrokompensatorlar yoki klaplar chiqillashi. Bu ovozni ko'pincha dvigatelni o't oldirganda yoki ba'zida doimiy ravishda eshitishingiz mumkin. Bu tovush dvigatel tezligiga qarab tezlashadi yoki sekinlashadi. Chiqillash odatda dvigatelning yuqori qismidan keladi, ya'ni galovkadan, chunki klaplar o'sha yerda bo'ladi. Aslida klaplar havo kirish va gaz chiqish kanallarini ochib yopadi. Shu paytda metalga uriladi. Agar moylash yetarli bo'lmasa yoki oraliq masofalar, ya'ni zazorlar juda katta bo'lib ketgan bo'lsa, ya'niki raspredval qulochog'i bilan klapan yo'naltirib turuvchisi orasidagi masofa haqida gap ketyapti. Shular bir-biriga qattiq urilib, xuddi baland ovozda ishlayotgan tikuv mashinasining ovoziday ovoz chiqaradi. Buni tuzatish yo'li moy bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqish bo'ladi. Ya'ni, agar ancha vaqtdan beri moy almashtirilmagan bo'lsa, moyni almashtirish yoki klapanlarni yaxshiroq moylash uchun quyuqroq moydan foydalanish kerak. Agar bu yordam bermasa, klapan qismlarini almashtirishga to'g'ri keladi. Bu narsa ancha qimmat. Keyingi ovoz shatun yoki podchimniklardan keladi. Bu chuqur taqillash ovozi. Bu bir nechta turli sabablarga ko'ra sodir bo'ladi va tovush vaqti bilan yoki doimiy bo'lishi mumkin. Shatun ham taqillashini ko'pchilik eshitgan. Bu asosan tirsakli valdan porshinga ulanadigan shatunning podchimniki ishdan chiqqanini anglatadi. Shu bilan birga bunday chuqur taqillashni tirsakli valning asosiy podchimniklaridan ham eshitish mumkin. Dvigatel blogida chuqur joylashgan podchimniklardagi bu muammolarni aniqlash hatto mexaniklar uchun ham qiyinroq. Lekin agar dvigateldan past va chuqur taqillashni eshitayotgan bo'lsangiz, mashinani haydashni to'xtatishingiz va ustaga tekshirtirishingiz kerak. Chunki agar vaqtida qaralmasa, bu dvigatelning butunlay o'lishiga olib kelishi mumkin. Bu muammolarni bir o'zingiz tuzata olmaysiz, lekin ularning hammasi moy bilan bog'liq aslida. Shatun yoki podchimniklar taqillashi odatda moy bosimi pastligi, moyning vaqtida almashtirilmagani yoki moy darajasi juda tushib ketganidan bo'ladi. Shuning uchun moyni nazorat qilish juda muhim. Uchinchi tovush bu chillash yoki g'ichirlash. Bu ko'pincha mashinani o't oldirganda yoki gazni qattiq bosganda paydo bo'ladi, lekin doimiy ham bo'lishi mumkin. Bu tasma, ya'ni remen bilan bog'liq muammo. Remendan chiqadigan bu tovush uni eskirganini va shkiflardan sipanayotgani yoki tasmani tarang ushlab turishi kerak bo'lgan natyajitel, ya'ni taranglagich yetarli kuch bermayotgani sababli yuzaga keladi. Buni yechimi tasmani yoki natyajitelni almashtirish. Keyingi tovush detonatsiya ovozi. Ya'ni silindr ichidagi muddatidan oldin portlash natijasida chiqadigan yuqori chastotali ovoz. Bu ovoz benzin, porshin hali silindr ichida yuqoriga chiqib ulgurmasdan noto'g'ri vaqtda portlayotganda sodir bo'ladi. Bu dvigatel uchun juda zararli va odatda benzin yoki yondirish vaqti bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, zavod yuqori oktanli benzin so'rasa-yu, siz past oktanli quysangiz yoki o'z xolischa tishli remenni almashtirishga urinib, to'g'ri o'rnatish bo'yicha zavod qo'ygan belgilarni adashtirib, noto'g'ri o'rnatib qo'yishingiz natijasida shunday muammo bo'ladi. Yechimi yuqori oktanli benzin quyish yoki yonish vaqti metkasini qayta tekshirishdir. 5-tovush bu dvigatelning juda baland ovozda ishlashi, xuddi poyga mashinasining gulish tili o'rnatilgandek.
Bu gaz chiqarish tizimidagi muammoni bildiradi. Agar mashinangiz o'ta baland ovoz chiqarayotgan bo'lsa, demak gazlar gulishtilga yetib bormasdan qayerdandir tashqariga chiqib ketyapti. Odatda bu chiqarish kollektori atrofida sodir bo'ladi. Bu yerda yoriqlar, teshiklar yoki prokladka eskirgan bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz bemalol aniqlab, qismni almashtirishingiz mumkin, chunki u dvigatelning ichida emas, tashqarisida joylashgan. 6-ovoz g'ullash yoki uvillash va odatda yuqori chastotada eshitiladi. Bu dvigatelning turli qismlaridan kelishi mumkin, lekin asosan dvigatel tashqarisidagi подшипникlarga bog'liq. Generator, rul gidrokuchaytirgich nasosi, remen natяжители, suv nasosi, bularning hammasi подшипникlarda aylanadi. Ular buzilganda g'ullagan ovoz chiqaradi. Bu yerda stetoskop juda qo'l keladi. Uning uchini generatorga yoki natяжитель boltiga tekkizsangiz, qaysi biri buzilganini darhol bilasiz. Lekin подшипникlar issiqlik ta'sirida ovozini o'zgartira oladi. Masalan, ba'zilari mashinani zavod qilgandan eshitilib, keyin yo'qoladi, lekin ayrimlari dvigatel ishi temperaturaga chiqib olgandan keyin ham eshitilishi mumkin. Ba'zida buni ko'z bilan ham ko'rsa bo'ladi, ya'ni shkiflar titrayotgan yoki qiyshayib qolgan bo'lishi mumkin. Keyingi ovoz g'illash yoki xirillash. Agar rulni burayotganingizda tovush o'zgarsa, demak muammo rul gidrokuchaytirgichida. Buni tekshirishning eng oson usullaridan biri gidravlika suyuqligi saqlanadigan rezervuarni ochib qarash bo'ladi. Agar u yerda ko'pik, pufakchalar bo'lsa yoki suyuqlik juda kam bo'lsa, bu narsa tizimga havo kirib qolgandan dalolat beradi. Ya'ni sistema ichida havo shunaqa ovoz beradi. Tizimda suyuqlik kamayib ketgani uchun nasos havoni so'rayotgan bo'ladi yoki qayerdandir suyuqlik chiqib ketishi oqibatida o'sha joydan havo kirganini bildiradi. Tuzatish ba'zida oson, ya'ni suyuqlik qo'shish yoki vaqt sarflab nasosni almashtirishga to'g'ri keladi. Oxirgi tovush pishillash ovozi bo'ladi. Buni aniqlash biroz qiyin. Bu ko'pincha vakuum tizimi bilan bog'liq bo'ladi va chek chirog'ini yoqib yuboradi. Bu holatda vakuum dvigateldan chiqib ketishi, ya'ni havoning mumkin bo'lmagan joydan kirish kollektoriga kirib borishi. Shunaqa vaziyat bo'lsa, dvigatel ishlashga qiynaladi. Agar teshik katta bo'lsa, siz baland pishillashni eshitasiz. Shlanglarni ushlab, qimlatib ko'rish kerak. Agar tovush o'zgarsa yoki to'xtasa, demak teshik o'sha yerda. Ko'pincha havo filtri shlanglarida yoki tormoz kuchaytirgich shlanglarida muammo bo'ladi. Agar o'zingiz topa olmasangiz, o'zimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Umid qilamizki, video motordan kelayotgan shovqinlarni aniqlashda juda qo'l keldi. O'zingiz tuzatasizmi yoki ustaxonaga borasizmi? Har holda mashinangizda nima bo'layotganini bilasiz. Inshaalloh umid qilaman, bu videoni to'liq ko'rib chiqdingiz oxirigacha. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Tanishingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Motordan qanaqa tovush chiqsa, nimasi muammo bo'layotganligini siz endi bilib oldingiz. Endi obuna bo'lib qo'yib, keyingi videolarni kuzatib tursangiz, bu muammolarni qanaqa bartaraf qilish, uni qanaqa ta'mirlash hammasini o'rgatamiz. Siz kuzatishda davom etib turing. Profilimizda ham qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizga sirasi xabar keladi.